Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun varikatseli degan kasallik bor. Tuxumlarda, erkaklarning ikkita tuxumida asosan chap tarafda venalari kengaygan bo'ladi. Mana shu varikatselisi bo'lsa, uni operatsiya qildirsa, testosteronni ko'taradimi degan mavzuni o'tamiz. O'rtoqlar, varikatselini urologlar, xirurg urologlar davolaydi. Biz operatsiyaga aralashmaymiz. Men urolog emasman. Men testosteron tarafdan endokrinolog sifatida kimda varikatseli bo'lsa, uni operatsiya qilsa testosteronni ko'taradimi? Shuni bugun o'tamiz va qanchalik ko'tarilishini o'tamiz. Endi bu yerda 79% testosteroni past erkaklarda agar varikatseli bo'lsa, uni testosteroni ko'tarilar ekan degan mavzuni boshlanishini shunaqa gap bilan boshlaymiz. Xo'p, demak har 6 ta erkakning bittasida varikatseli bo'ladi. Varikatselisi bor erkaklarni da testosteronni kamayish xavfi, testosteronni tushib ketish xavfi 327% yuqori bo'ladi boshqa erkaklarga nisbatan. Buni 3 ta mexanizmi bor. Xo'p, buni hozir o'rganamiz. Xo'p, endi operatsiyadan keyin testosteron 123 nanogram litrga ko'tarildi deyapti. Bu o'rtacha 4 nanomol litrga teng. Sizda testosteron 10 bo'lsa, u 14 ga, 14 bo'lsa 18 ga ko'tariladi o'rtacha. Buni qanaqa operatsiyalarda ko'proq ko'tariladi, qanaqa operatsiyalarda kamroq ko'tariladi etib o'tamiz. Bizning maqsadimiz ko'tariladimi, yo'qmi, qanchalik ko'tariladi, bu foydalimi, yo'qmi, shuni aytamiz. O'zi varikatselini venani qanchalik kengligiga qarab, misol uchun 3,5 mm yoki undan yuqori bo'lsa, bepushtlik bo'lsa, tuxumlarda og'riq bo'lsa, operatsiya qilish shart. Reflux bo'lsa, demak, o'sha bir nechta parametrlar birga kelishi kerak. Asosan tuxumlar og'risa yoki bepushtlikda обязательно operatsiya qilinadi agar yosh yigit bo'lsa. Farzandlari bo'lsa, og'rimasa, birinchi, ikkinchi daraja bo'lsa, reflux bo'lmasa, bu odamlar bir umr sog'lom odamdagi yashab o'tishi mumkin. Xo'p, demak, buni gaplashdik. Endi qanaqa qilib varikatseli bo'lsa, bu erkaklarda har 6 ta erkakning bittasida varikatseli bo'ladi dedi. Sizni sinfdoshlaringiz yoki sizni kursdoshlaringiz agar 12 ta bo'lsa, demak ikkitasida точно varikatseli bor. No, bu varikatselini bir umr bilmasdan o'tib ketishi mumkin. Xo'p, lekin bir xillarida bepushtlik, bir xillarida testosteronni tushib ketishi kuzatilishi mumkin. Xo'p, demak varikatselida vena kengayadi. Uni klapani obratga berib yubormaydigan klapanida tug'ma nuqson bo'ladi. Shu tug'ma nuqson tufayli vena kengayishi mumkin. Shunda birinchi yo'li, testosteronni pasayishining birinchi yo'li tuxumlarda harorat oshadi. O'sha yerda agar erkak kishining varikatselisi bo'lsa, o'sha tuxumida temperatura 2 gradusgacha oshishi mumkin. 2-2,5 gradusgacha oshishi mumkin. Shunaqa holatlarda bizda bitta ferment bor, 17 gidroksilaza degan. O'sha testosteronni sintezi uchun kerak, uni faolligi tushadi va testosteron pasayishi mumkin. Ikkinchi yo'li oksidativ stress deyiladi. Vena kengaygandan keyin qon aylanishi buziladi. Qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin kislorod yetmaydi. Xo'p, aktivniy forma kislorodda degan narsa yig'iladi. Qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin membranalarni shikastlaydi va star belok degan oqsil bor. O'sha oqsil xolesterindan testosteron sintezi uchun kerak, ishtirok etadi. Shu pasayib, testosteronning sintezi pasayib qolar ekan. Va uchinchi yo'l bor. Bu uchinchi yo'l har doim ham bo'lmaydi. Reflux gormonov deyiladi. Buyrakning venasida buyrak usti bezini kortizol, adrenalin, noradrenalin degan gormonlari chiqadi. O'sha reflux bo'lganda qon obratga, orqaga tuxumga oqadi, venadan yurakka emas, venadan tuxumga oqadi. Shuning natijasida o'sha kortizol testosteronni pasaytirishi mumkin. Xo'p. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Mana bu yerda 10 ta tekshiruv, 10 ta maqolani meta-analiz qilib umumiy xulosasini olishgan. Xo'p, bu Ispaniyada qilingan 2024-yilda chop etilgan maqola. Xo'p, varikatselisi bor odamlarda jinsiy quvvatning sustligi kuzatiladimi degan tekshiruvlar qilingan. Demak, varikatselisi bor odamlarda testosteronning pastligi 327% holatlarda ko'p uchraydi deb.
xulosa qilingan. Buni boshida aytib ketdik. Boya aytgan temperaturani oshishi, окислительный stress, reflukslar natijasida просто testosteronni ishlab chiqarishi pasayadi. Shuning uchun jinsiy quvvatni susayishi ham pasayadi. Xo'p. Operatsiya haqida. Operatsiyalarda hammaga ham bir xil yordam bermaydi. Demak, Andrologiya jurnalida 2017-yilda bitta maqola chop etilgan. U yerda 8 ta statyani umumiy xulosasini o'qib chiqilgan, umumiy xulosa qilingan 712 ta bemor qatnashgan. Xo'p, operatsiya qilgandan keyin общий testosteron 34 nanogram detsilitrga oshgan. Testosteroni past bo'lmagan oddiy erkaklar qilinganda, testosteroni past erkaklar qilinganda 123 nanogram detsilitrga oshgan. Bu 4 nanomol litri tashkil qiladi. 100 nanogram detsilitr bu 3,5 deyarli 3,5 nanomol litri tashkil qiladi. Oshgan, lekin unchalik ko'p oshmayapti. Umumiy olganda 10% ga oshyapti. Har holda 4 taga oshyapti. Endi bu operatsiyani turiga ham bog'liq. Hozir buni ham o'tamiz. Demak, 34 nanogram detsilitrga oshdi degani testosteron bittaga oshdi degani. O'zingizni testosteroningiz yaxshi bo'lsa, bepusht bo'lmasangiz, tuxumingiz og'rimasa, bolalaringiz bo'lsa, testosteroningizni yana ham ko'taraman deb varikatsiyali operatsiya qildirsangiz, bittaga oshar ekan. Bu unchalik ham foydali emas. Testosteron tushib ketganda operatsiya qildirsa, ko'proq oshyapti. 4 nanomol litrgacha oshayotgan ekan. Keyingisi 48 ta maqolani o'rganib chiqishgan. 4100 ta bemor qatnashgan. 2025-yildagi maqola. Bu yerda mana operatsiyadan keyin 82 taga 82 nanogram detsilitrga oshdi deyapti. Deyarli 3 taga testosteron oshyapti. Bu unchalik ko'p emas. Kimdir mensimayotgan bo'lishi mumkin. Bitta varikatsiyalikni bepushtlikka sabab bo'ladigan xususiyatlari ham bordi. Shularni ham hisobga olish kerak yoki og'riq bo'ladi. Bu bechoralar og'rigandan keyin operatsiya qildiriladi. Mayli, ozgina testosteroni ko'tarilibdi, hech narsa qilmaydi. Xo'p, 2020-yilda Balkan Medical jurnalida chop etilgan obzorniy statyada, demak, operatsiya qildirgandan keyin hammani ham testosteroni ko'tarilmabdi. 79% da ko'tarilibdi. Operatsiyadan keyin ya'ni 100% testosteronni ko'tarilishiga sabab bo'lmas ekan. Ba'zi bir erkaklar operatsiya qilsa ham testosteroni ko'tarilmas ekan. Mana men bitta bemorni bilaman, yoshroq yigit operatsiya qildirdida testosteroni normaga ko'tarildi. Mana soppa-sog' yuribdi. Yana bitta bemorni yoshi kattaroq odamni bilaman, u deyarli 50 ga chiqib qolgan, operatsiya qildirdi. Operatsiyada ham o'ziga xos asoratlari bor. Umuman spermasi 0 bo'lib qoldi. Uni hozir spermasi 0 bo'lib qoldi. Operatsiyadan keyin. Shuning uchun 3 ta xirurgdan so'raylar, uchalasi ham operatsiya qilish kerak desa, operatsiya qildiringlar. Mana shu narsa sizlarga bitta life hack. Xo'p, keyingisi 2026-yildagi svejiy maqola. Xo'p, 11 ta tekshiruv xulosasi, 881 ta bemor qatnashgan. Xo'p, demak, mana bu yerda ham 87 taga ko'tarildi deyapti. Testosteron 3 taga ko'tarilgan. Endi mikroxirurgiya yo'li bilan qilinganda 100 taga ko'tarilgan. Hozir yangi chiqqan usullar bor. Operatsiyani boshqacha qiladi. Eski usul bilan qilsa 50 taga ko'tarilibdi. 50 nanogram detsilitr degani, deyarli 1,5 taga ko'tarildi degani. Mikroxirurgiya usuli bilan qilganda testosteron 3 taga ko'tarildi deyapti. Xo'p, va tuxumlarni obyomi, miqdori kattalashdi deyilyapti. Xo'p, bu yerda operatsiya qilish bo'yicha fikrlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Hamma bir xil xulosa bermaydi. Demak, Yevropa urologlar assotsiatsiyasi, Amerika urologlar assotsiatsiyasini xulosalariga ko'ra, yana ikkita xalqaro assotsiatsiyaning xulosasiga ko'ra, varikatsiyalini operatsiya qilish testosteroni pasaygan 2-3 darajali varikatsiyalisi bor erkaklarga taklif qilinishi mumkin deyapti. Mana misol uchun, agar bemor testosteroni past bo'lsa yoki erektilniy disfunksiya bo'lsa, unga testosteron beringlar,
fosfodiesteraza 5 preparatini beringlar degan rekomendatsiya aniq. Bu yerda faqat taklif qilamiz deyapti. Ya'ni xohlasa bemor qabul qiladi, xohlasa qabul qilmaydi. Slabiy rekomendatsiya deyapti. Demak, slabiy rekomendatsiya ekan. Xo'p, mikroxirurgiya yo'li bilan operatsiya qilinsin deyapti. Eskichasiga operatsiya hozir qilinmayapti, chunki unaqadan ko'ra mikroxirurgiyada testosteron 2 barobar ko'proq ko'tarilar ekan. Demak, endi ko'rsatma qachon operatsiya qilish kerak? Hop, spermogramma o'zgarib, bepushtlik kuzatilsa, varikatsiyalisi bo'lsa va bepushtlik kuzatilsa. Lekin testosteron pasayishi bo'yicha misol uchun aniq bir ko'rsatma yo'q. Testosteroni past erkaklar xohlasanglar operatsiya qildiringlar, xohlasanglar qildirmanglar. Aniq bir ko'rsatma xalqaro rekomendatsiyalarda yo'q. Xo'p, endi keyingi ko'rsatmada testosteron qanchalik pasayganiga bog'liq. Bu yerda, конечно, erkakning yoshini hisobga olish kerak. Diskussiya ko'p bo'ladi bu yerda. Yoshroq bo'lsa qilib ko'rsa bo'ladi. Endi yoshi katta bo'lsa qilish shart emas degan xulosaga kelsa bo'ladi. Demak, bugun nima xulosa qilsak bo'ladi bugungi darslarimizdan? Xo'p, varikatsiyali operatsiyasi faqat testosteroni past erkaklarga yordam berar ekan. Bitta xulosamiz. Testosteroni normalniy, varikatsiyalisi bor odam operatsiya qildirsa foydasi bo'lmaydi. Xo'p, varikatsiyali bo'lganda leydik hujayralari, testosteron ishlab chiqaradigan hujayralar o'lmaydi. Ular faqat o'sha temperatura oshib, qon aylanishi yomonlashganiga ishi sustlashib qoladi. Xo'p, operatsiya qilgandan keyin testosteron ko'tariladi, lekin u normadan oshib hammanikidan ko'p bo'lib ketmaydi. O'sha o'zini normasiga ozgina ko'tariladi. Xo'p, varikatsiyali agar reflyuks bo'lsa, katta bo'lsa, bepushtlikka sabab bo'lsa, og'riq bo'lsa, uni kutgan saringiz sizni ahvolingizni og'irlashishiga sabab bo'ladi. Uni asoratlari ko'payadi. Agar sizda varikatsiyali bo'lsa, qaysi darajasi bo'lishidan qat'iy nazar testosteronga topshirib ko'ring, chunki bunaqa erkaklarda testosteronning pastligi 327% holatda ko'proq uchraydi. 327% holatda ko'proq uchraydi. Lyuteinlovchi gormon bilan общий testosteron topshirsangiz yetadi. Varikatsiyali progressiyaga uchraydi, kattalashadi, kengayadi, og'irlashadi. Xo'p, demak, agar kattalashmasa, og'rimasa, bepushtlik bo'lmasa tegmaymiz. Og'ir ko'targanimizda, o'tirganimizda, hojatga borganimizda og'risa, o'zgarishlarni sezsangiz, unda urologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, subklinik varikatsiyali degan narsa bor. Demak, tomiri kengaygan bo'ladi. O'zi qilganda aniqlanadi, lekin hech ham bezovta qilmaydi, testosteronni ham tushirmaydi, bepushtlikka ham sabab bo'lmaydi. Demak, bu yerda operatsiya qilinmaydi, tegilmaydi. Hamma narsa og'riq va bepushtlikka borib taqalyapti. Xo'p. Og'ir ko'targanda yoki tinchlikda og'risa, chap tarafda o'sha venalarni yo'g'on bo'lib, qalin bo'lib kengayib ketganingizni ko'rsangiz, xo'p, bitta tuxum boshqa ikkinchi tuxumga nisbatan kichrayishi boshlasa, urologga borish kerak. Men urolog emasman, yana qaytaraman. Men faqat testosteron bo'yicha shug'ullanaman. Na farzandsizlik, na operatsiya bilan shug'ullanmayman. Urolog topib, prosta bugun shuni aytmoqchi edimki, varikatsiyali bo'lsa testosteron kamayar ekan, operatsiya qilsa ozgina ko'tarilar ekan, agar bezovta qilmasa tegmaymiz, bepushtlik bo'lsa, og'riq bo'lsa, uni urologga borishimiz kerak ekan. Mana shu haqida bugun darsimiz edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.